Anas ibn Malik roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisi sharifda sadaqat Robni Alloh taoloni g'azabini o'chiradi. Xuddiki o'tni suv o'chirganga o'xshab. Va yomon o'lim topishlikdan saqlaydi. Ya'ni to'satdan bir masalan avtohalokat bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, shu bir narsa tushib ketishi mumkin. Endi ming xil balo insonni boshida aylanar ekanda, ana shu ozgina berib qo'ygan sadaqati bilan haligi balo ko'tarilib ketar ekan. Shuning uchun eskilarimiz sadaqa raddi balo, sadaqat baloni qaytaradi. As-sadaqatu la tudfi'u g'azabar robbi. Sadaqat Robbil olaminning g'azabini o'chiradi. Va tadfa'u mitatassu'i. Va yomon o'lim topishlikdan saqlaydi deb Rasululloh sallallohu alayhi va sallam marhamat qildilar.